Assalamu alaykum, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda qurğa qorumçök tayyorlash usulini ko'rsataman. Xamir uchun 3 piyola unga yarım bal qo'shiq tuz, 1 piyola suv qo'yamiz. Bu xamir lag'man xamiriga qaraganda sal chinroq bo'ldi. Xamirni yoğurup bo'lgandan keyin 10 minut atrofda tindirib, chegiz qilishga boshlaymiz. Cizimizni tayyor qilib bo'lgandan keyin ustini yopib, ko'ktatlarimizni yuvib, to'g'rash boshlaymiz. Buningcha cizimiz tinib turdi. Endi çöpümüzni eşip pişirip alamiz. Pişkan çöpümüzni soğuk suda çayqab süzüp alamiz. Süzüp algan çöpümüzün az köpüklüğü asasen tetli may koyup yaxşı aralashtiramiz.
Qazonga muvofiq yağ qo'yib qizitamiz. Yağ qızğandan keyin go'shtni silib, qo'rib olamiz. Go'sht qizarib, rengi o'zgargandan keyin piyoz, samsoq, zanjifillarni solamiz. Uyda yo'l zencefil bo'lmaganligi uchun men quruq zencefil soldim. Sizlar yo'l zencefilni to'g'rab solsanglar bo'ldi. Açıq qızılmışdan 4 tane. Bir bal qo'shiq so'qilgan kebab uchun. Bir qo'shiq qizilmush qiyamini silib, yaxshi aralashtirib olamiz. Arqadan qizilmushni silib, azroq pishgandan keyin yeşil piyozni silib qo'raymiz. Ahırda bir stakan su qo'yamiz. Bir qoshiq tuz silib, tuzni tetib olamiz. Qo'rma qo'rib bo'lgandan keyin cho'pimizni silib, yaxshi aralashtiramiz. Cho'pimiz obdan issigandan keyin o'tni o'chirib, taxsiga silib, iste'mol qilsak bo'ldi. Ko'rganinglar uchun rahmat, omon bo'linglar.